Adaş tayyorlagan qilib bundan asa uydan chiqib ketdi. Xotinning ichiga aralashib olmay. Qo'pa. Ay chiqadilar. Olamma chaqirib. Chaqirsa, o so'ramizmi? Xotinning asa qisqa odamcha o'zi so'ram. Jim so'ram. Aja, olay so'm qildi. Ega avaylab ketaymi? Chaqirmoqlar. Mashqalarda qo'yqo'ymadimi? Hadi. Kızık hakkına abi şahanikiga. Uyga mehmon chaqirib, defter ichilmaydigan qilib qo'ydikmi? Ya, xat qo'ydik bu, nima xat qo'yibdi? Muji gapni desak ichilib qo'yibdi ya. Ya buni bilmasam men. Qala. İzdashdan tarjimanga rasmdan tassak tarjima qiladi. Anandan keyin bilib olamiz nima deyishni. Vay yo'g'an ish bo'laveribdi. Men 18-qavatga chiqaman, lifet. Bas sizni o'ngshaydigan odamning xotiniga uyda issiq yotgan bilan biz xotini og'ini kelgandan bir peshtaxtim mangamiz 18-qavatga. Ma'qul. Rahmat. Yarim bo'ldi. Oy John. Langning dadi bormi sening? Nima bo'ldi Ahmad bey? Ya bu qiziq gazdaymasan. Bu qizolni ko'rishdigan bir atal gul. Ya bu kichik bir sog'atni ko'tarib chiqsaq bo'ldigan nima? Nima qilasiz biz cho'g'ishidik bizning hammani bo'rib odamga bu yerda. O do'kondan pulni olmay qochib chiqmagansa pulga chidamay. Bu pulga chidamagandan ish emas bu. Ha. Sizdan bu mahallangda bunda 1-2-qavatdan bir uy chiqmadimi? Ha? Bu havoy muallaq taqsidagi 18-qavatga chiqib olasan. Ma dentering ishlamaydi. Peshtaxtdan menib chiqqachama o'tgan uyshuq tushtamini uyshuqqa. Maqra. Men cho'qara. 200 o'tirib mashani ko'raman deb 18-qavatdan ijara olgan bu uyni. Endi bugunkidek kunda hamda sening kelgan kuningda o liftning to'xtab qolganini men bilmaymanligini menga daq qo'ymadi o lift to'xtab qolgan vaqt. Sen shani ko'rman deb. Voy sen bu umringda bir odamni ko'rmaydigan bir ko'ranmas shani ko'rman deb 18-qavatda olding. Voy jon. Chaqra. Chaqra. Rizvangul? Gülüm. Rizvangul? Jon, adam uxlatmay nimda vaqra bersa. Opsin bormi-da? Deb qo'ysam mamda cho'ngli bor deb bir yashik sut takraydi mana. Ey, jim o'tirajim chaqchaqim. Deyishun qopmasini kilo deb. Mush qiz bola shumi? Ha? Ay, manga anda chiroyli qiz bola osmondek ay popotang deb kelsang bu ha deb ketibdimi? Bu qiz bolang bu yerda paxta sotadigan qiz olmay, eshikni oldik, kigiz qoqadigan qiz olma. Yaratmayapsa, ha? Yili ko'rsa. Voy, nimani ko'rdi bu odamni oldiga bir to'q soqayotgan dangondek chiqib yursa? Birdan tura, yili ko'rsa dedim. Voy, ko'mas sana ishinib ko'gina mushamina. To'xta. Yili aqilma. Tamam? Ha, ma'qul. Ko'gilgim baqsam men. Omadim keldi sevgida Rizvangul ey Rizvangul Bunga hamma kuldi-da sevmay o'lay Rizvangul Qolding menga boylanib yor bo'lmakka shaylanib Qolding menga boylanib yor bo'lmakka shaylanib Almashlikda bo'ldi necha o'tirsin Ya, nega Rizvanga dashmay o'tira? Rizvangul Mana degan do'stlar shumi? Ha, shu. Necha vaqtning yog'i? Patakning keyinni ishdak so'kildab yurguncha. Marzvangilni vaqtidan topsam bo'lmamda. Adash, bir tunshur itayliq sana degan do'stim shu. Yo'q, yo'q. Ahmad Satang degan. Ahmad. Satanglik o'zga chiroyingizga chiqib ketibdi.
Mening ismim Rizvongul. San'at maktabiniki doktor riyosachilik kasbida o'qigan. Ishdan sirtqi usulchi, qo'shimcha aktyor. Beka vaqtlarimda ancha-muncha kashf klublarga berib naqsh etib qo'yman. Andan keyin ko'rgan tushlarimni ssenariy qilib yozib, uningdan pul topman. Shu qila oladigan ishlarim bu behchiq, biroq tamoq etaman. Mında qaylang. Endi men o'zim sarachoq olgandanga tamoqni yaxshi etolmayman. Ammo sizning talantingizdan ko'milib qolmaslik uchun tamoq etishni o'zim o'rganib bo'ldi. Qo'sqingiz mendan, tamoqingizni men etaman. Bunda yaxshi ma'lum dil sizdek birisi kerak deb meni qo'llaydigan toza. Ikkimizning o gapi bir yerdan chiqib qarang. Yurib qolamdik ya. Nimda siz men o'ylaganni o'ylab, men demakchi bo'lganlam deysiz? Yurib talantimizni sirab qilguncha to'yam qillar. Ashta qilamdik ya. Ashta qilamdik ya. Ashta qilinglar. Ashta qilaylar. Uymi tayyor. Mayli faqat ijara tilsaklar bo'ladi degan. Uy saramjonlarning hammasi bor. Faqat bizlar kirsak bo'ldi shu. Men yo'g'on danishim biz qolamdi ya. Albatta bizga qoladi. Bo'ldi ekansan. Siz tamoq etib, to'g'richa men izlash kinoxonasini televizorga qachilab qo'yib, kino ko'rib, sizni saqlab o'tirman jinim. Nimda ikkimizda qildigan o'xshashli bir yak kelib qoldi. Qaylan menda. Men sana dedim-ku, men izlashning kinoxonasiga VIP. Mening mayliq a'zoligimga mendan boshqa 5 adamimdan haqsiz menga menda ulab qo'yg'ini bo'ladi-chi. Mening VIP'imni ko'ra olasiz. Bundan keyin pul to'lab yurmang. Izlash mendan, kino sizdan. Menda ko'ramiz. Undan keyin tamoq yeb bo'lgandan keyin ikkimiz izlashning kinoxonasini billa muhabbatli kinolarni ko'rib ketsak, majo'ng yatak qo'yni ikkimiz o'zimiz ujr qilib olaylik. Bak kichik yatak qo'yni balamizga ujr qilib beraylik. Bu uyda yotadigan odam san to'shda, ha? Odash, bundan keyin sen nima turasan-da xussa? Shunday nima deyapsan? Talada qolasan menda. Mendalam qilla bo'lmasa, hamda bu ajamo mening kichik vaqtimdagi balog'inam, amma sizmi yaxshi tunishli ekansiz. Buni teshig'i chiqarib qish taladamda sat turmusin. Shunami ya? Meshadlam yetta bo'ldi, men safami yumshoq meshadlam yetta bo'ldi. Jinim nimda gap qilasiz? Bu yangi to'y qilgan er-xotinning orasida yot bir qiz bo'lgan nim bor. Uni to'g'ri. Uning ustiga men yerim kechida ancha-mun tushakab men uyda tunsaylis qilib qo'ydigan bir ishim bor qaylar. Voy bo'ldi. Eng yaxshisi ilolar boshqa uy tepib ko'chib chiqib ketsin. Rosa. Uning ustiga men yangi to'y qilganning o'tirsam biz zig'ziqchamizda yursam men toz yaxshi bo'lmag'dak. Hozirdan kutib yotgangiz yig'ishtirib uy ijaralar bo'ldi. Bo'ldi, adash tayyorlagan qilib bundan asta uydan chiqib ketdi. Er-xotinning ochiqqa arilishib olmay. Qo'p. Ay chiqadilar. Olamma chamda. Chaqalımıza o soramızmı? Er-xotinning osti qistirgan odamcha o'zi soram. Jim soram. Aja, alay son kalni. Ega avaylab ketaymi?